Men o'ylayman, eng buyuk dard bu menimcha butun umr qo'rquv bilan yashash. Dard bo'lganda o'shani bo'lishadigan inson yo'qligi, darsga 5 minut kechikkaningizda ham em qo'yib qo'ygan bo'lsa. Eng buyuk dard bu faqat uylanish. Ota-onadan yiroqda bo'lish. Yaqin insonlaringni senga bo'lgan ishonchsizligi, ya'ni sen qo'llab-quvvatlamasligi, sen nohaq deb bilishib, Kasal bo'lib biron nimalardan yiqilib qolishlik. Misol uchun meni dardim onamni qarayotganini, sochiga oq tushayotganini ko'rib turish bu bitta katta dard. Hozirgi kunda ayni damda ota-onasidan, oila a'zolaridan uzoqda yashash. Ota-onasizlik. Sog'inish dardi. Ertalabdan uyquni buzib maktabga borish. Ota-onadan ayrilish. Imonsizlik. Ota-ona vafot etish. Ota-onang tirik bo'lishi, lekin har doim ular bilan birga yashamaslik, yoningda bo'lmasligi. Hamma uchun har xil dard. Kim uchundir pul dard, kim uchundir vaqt, kim uchundir sevgilisi. Eng buyuk dard bu pul. Pul bu baxt. Pul bo'lsa ko'p ish qilsa bo'ladi. Men dardim tezroq ko'tarilish. Eng buyuk dard bu yolg'izlik. Kredit. Eng buyuk dard bu onasidan ayrilish. Eng buyuk dard bu ota-onasidan ayrilish. Sizning fikringizcha eng buyuk dard nima? Izohlarda yozib qoldiring.